Bugungi mavzudan keyin siz o'zingizni marketologman desangiz ham bo'ladi. Chunki marketolog so'zi market so'zidan chiqqan. Market so'zi bu bozor. Bozorni tahlil qiling desam, ba'zi o'quvchilarim Abu Sahiga borib, nimasini tahlil qilamiz degan. Bozorni tahlil qilish bu raqobatchilaringizni o'rganishni anglatadi. Chunki bozordagi o'yinchilarni to'g'ri tahlil qila olsangiz, siz kirmoqchi bo'lgan bozorni to'g'ri tahlil qilgan bo'lasiz. Ko'pchilik menga hech kim raqobatchi bo'la olmaydi deydi va bu eng katta xato. Agarda siz O'zbekistonda bo'lsangiz, raqobatchilarni faqat ko'chirish uchun tahlil qilishadi. Biz raqobatchilarni nima uchun tahlil qilamiz? Birinchi o'rinda ularni ko'chirmasdan, ulardan ajralib, bozorda o'z o'rnimizga ega bo'lishlik uchun biz raqobatchilarni tahlil qilamiz. Bugungi mavzuyimiz raqobatchilarni to'g'ri tahlil qilish mavzusi. Va men Ali Maybekovni 16 yillik marketologman va bugun sizga 16 yillik tajribaga ega bo'lgan bilimimni ulashaman. Biz raqobatchilarni o'rganganimizdan keyin o'z mijozlarimizga ular bermayotgan taklifni berishimiz mumkin. Biz raqobatchilarni o'rganayotganimizda ular ishlatayotgan strategiyalarni o'rganib tahlil qilishimiz mumkin. Eng asosiysi biz raqobatchilarni o'rgangandan keyin biz o'z mijozlarimizga kuchliroq taklif bera olamiz va kattaroq foyda qila olamiz. Tayyormisiz? Raqobatchilarni qanday tahlil qilinadi o'zi aslida? Oldinlari Instagram, Telegram, YouTube yo'qligida raqobatchilarni tahlil qilish ozgincha qiyinroq edi. Davlat tarafdan berilgan statistikalar, Instagramda yo internetda boshqa statistika faktlarni ko'rib chiqishimizga to'g'ri kelar edi. Hozir yaqqol Instagram oson qilib qo'ydi raqobatchilarni tahlil qilganni. Prosmotrlardan, layklardan, obunachilar tanlayotgan kiyimlardan bilsa bo'ladi, kim bozorda lider, kim bozorda o'z raqobatchilaridan ortda qolayotganini. Raqobatchilaringizni tahlil qilish o'zi aslida sizga nimaga foyda beradi? To'g'ri narx qo'ya olasiz. O'zingiz bozordagi o'rningizni yaxshi bilasiz. Chunki hamma tadbirkorlar men o'zini zo'rman deb o'ylaydi. Boshqalardan ko'ra muammosini zo'r yechib beryapman deb o'ylaydi va o'zini pastga qolib ketayotganini, tushib ketayotganini va servislarini trezvoy, ya'ni hozirgi holatiga to'g'ri baho, kritiskiy baho berishni bilmaydi. Agarda siz raqobatchilaringiz qilayotgan mehnatini, raqobatchilaringizni qo'yayotgan investitsiyasini ko'rsangiz, ularni to'g'ri tahlil qilsangiz, albatta siz to'xtamasdan ishlaydigan tadbirkorga aylanasiz. Eng asosiysi bu yerda siz o'z raqobatchilaringizni qilayotgan eng katta xatolarini qaytarmaysiz. Narx va taklifni yaxshiroq berasiz, sotuvni tezlashtirasiz. Raqobatchilarni to'g'ri tahlil qilish, ular qilmayotgan servisni taklif qilib, ular qilayotgan xatoni oldini olib, ular bermayotgan taklifni berib va o'zingizning mahsulot va servislaringizni yanada yaxshilashni o'rgatadi. Men har doim o'z o'quvchilarimga aytaman, bitta joyda turibman deyish bu xato. Biznesda bitta joyda turmaysiz, yokida o'sasiz, yokida qulaysiz. Bitta nuqtada turgan vaqtingizda sizni raqobatchilaringiz o'z mahsulot va servislarini yaxshilayotgan bo'ladi. Hech qaysi biznesda biznes bitta joyda turmaydi. Siz agarda men bu yil bir joyda turibman desangiz, adashasiz. Raqobatchilaringiz rivojlanayotgan bo'ladi. Ular rivojlanayotganini nimani anglatadi? Siz qulayotganingizni anglatadi. Endi raqobatchilarni to'g'ridan to'g'ri raqobatchilar bor va ikkilamchi raqobatchilar bor. Siz bilan to'g'ridan to'g'ri raqobatchingiz xuddi siz kabi servisni va xuddi siz kabi mahsulotni taklif qiladi. Misol uchun, общепитni oladigan bo'lsak, restoranlar uchun hamma restoranlar raqobatchi bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri raqobatchi somsaxonaga, Mador somsaga misol uchun chitir-chitir deylik, yokida Bellissimoga, Papa John's to'g'ridan to'g'ri raqobatdoshlar, bular bir-birini mahsulotlari bir xilda bo'ladi. Bir-birini mahsulotini mijoz bosa oladi o'rnini. Ikkilamchi raqobatchilar bo'lsa, misol uchun turetskiy kuxnya bilan italyanskiy kuxnya, ular ikki xil, lekin ikkalasi ham ovqat. Shuning uchun sizdan to'g'ridan to'g'ri konkurentingizni sizning mahsulotingiz bir xilda bo'ladi. Nima uchun raqobatchilarni yaxshi o'rganish kerak? Chunki bitta inson aytaylik oyiga $500 oylik olsa,
undan bir $100 kiyim uchun ajratadi, $50 bilim uchun ajratadi, misol uchun, va har doim o'ylaydi, kimga bersammikin pulimni deb o'ylaydi. Shuning uchun agarda siz raqobatchilaringizni o'rganib chiqsangiz, to'g'ri tahlil qilib, to'g'ri strategiya qilib, marketing va sotuv bilimlarini to'g'ri ishlatsangiz, shunda siz yutib chiqasiz raqobatchilaringizni. Raqobatchilarni qanday qilib tahlil qilish mumkin hozirgi zamonda? Birinchi o'rinda Instagramga kirib chiqsangiz bo'ladi. Instagramida aktivini ko'rsangiz bo'ladi. Layklari, prosmotri ko'p bo'lsa, demak xalqga yoqyapti. Demak, xalq qiziqyapti. Qayerda qiziqish bo'lsa, u yerda sotuv bo'ladi. Yana nimani o'rganish mumkin? Sharhlarni o'qib chiqish mumkin. Agarda sharhlarni o'qib chiqsangiz, mijozlar u kompaniya haqida nima fikrdaligini bilib olasiz. Keyin mijozlarni fikrini boshqa sahifalarda ham o'rganish mumkin. Konkurentlarning sahifalarida ham, Telegram kanallari bo'lsa, Telegram kanallarini ko'rib chiqishingiz mumkin. Magazini bo'lsa, magazinni ko'rib chiqing. Mana birinchi o'quvchilarimdan biri atelyesi bor edi. U ayolning atelyesi bor edi. O'zi atelyesini yaxshilash uchun, butik variantga keltirish uchun u ayol O'zbekistondagi 40 ta butikka borib kelgan. Raqobatchilarni yoki atelyedan butikka o'tish strategiyasini 40 ta butikka borib, o'zida yo'q narsalarni o'rganib kelgan. Raqobatchilarni o'rganish bu birinchi o'rinda kibrni singdirish, sizdan boshqa odam zo'rroq bo'lishi mumkinligini anglab yetish va o'zingizni raqobatchilaringizni hurmat qilish. Raqobatchilarni hurmat qilish kerak. Hurmat qilib, men siz man eng zo'riman, man eng aqlligiman desiz, adashasiz. Ular ham boshqa yo'nalishda, boshqa strategiyalar yoki kuchliroq jamoa qurib rivojlanayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun agarda siz raqobatchilarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, Instagramdagi sahifalarini tekshiring, Telegram kanallarini tekshiring, eng asosiysi kommentariyalarni, sharhlarni o'qing. Agarda ularni offline biznesi bo'lsa, offline magazinlariga yoki salonlarga boring, keyin mahsulotini sotib ko'ring. Sotib olib ko'ring, Instagramda necha minutda sizga javob beryapti, savollaringizga, qiyin savollaringizga qanday javob berishyapti yoki qo'shimcha qanday servislar berishyapti. Siz nafaqat mahsulotini tekshirasiz ularni, balki qanchada sizga murojaat qilishi, qiyin narxni aytishi, sotuv bo'limini ishlashi, har bitta biznes etapini tekshirsangiz bo'ladi. Men o'quvchilarimga raqobatchilaringni yaxshi o'rgangin deganligim uchun ular har doim o'z raqobatchilaridan mahsulot sotib ko'radilar. Menga har doim aytadi, mani raqobatchim mendan ko'ra tezroq javob berar ekan, mani raqobatchimda bepul dastavka bor ekan, mani raqobatchim klientlari mana bu insonlar ekan deydi. Raqobatchilarni o'rganish kerak va ularni hurmat qilish kerak va ularga jiddiy qarash kerak. Chunki aytganimdek, bitta oylikdan chiqqan oshingan pulini yoki sizga beradi, yoki raqobatchingizga beradi. Mani kurslarimda, marketing va sold out kurslarimda har doim men raqobatchilarni yanada chuqurroq o'rganish va raqobatchilardan o'tish strategiyalarini beraman men har safar. Chunki marketologning ishi bu noyob savdo taklifini yaratish. Noyob savdo taklifini faqat raqobatchilarni to'g'ri o'rgangandagina siz yarata olasiz. Raqobatchilarni o'rganmasdan bozorda raqobatdosh kompaniya bo'lib qola olmaysiz. O'zbekistonda biz afsuski juda ko'p kompaniyalar o'zini raqobatchilarini ko'chirishadi. Voy, ular men buni chiqazibdi, endi men ham shu ovqatni qo'shaman deydi. O'zligini yo'qotib qo'yadi, brend DNKsini yo'qotib qo'yadi. Ammo marketing kurslarimda har doim aytaman, brendingga sodiq qol deb. Lekin hozirgi bozorning holatini o'rganish uchun siz raqobatchilaringizni o'rganishingiz kerak. Men birinchi marta raqobatchilarni Novostroy kompaniyasida o'rganganman. Novostroy kompaniyasi raqobatchilarni qurilish kompaniyasini o'rganganimda u 2018-yil edi. 2018-yilda raqobatchilar o'rganganimda O'zbekistonda 36 ta qurilish kompaniya bor edi. Va men o'z uylarimni yaxshi sotishim uchun, siz o'z mahsulotingizni yaxshi sotishingiz uchun siz raqobatchilaringizni mahsulotidagi muammoni bilishingiz kerak. Ko'pchilik o'zini raqobatchilarini mijozlarga yomonlaganda va xarakteri yoki ajrashgan-ku, eri yo'q-ku, aldashadi-ku deydi. Bu umuman noto'g'ri konkurensiya. To'g'ri konkurensiyada siz faktlar keltirasiz. Misol uchun, men Novostroyda uy sotayotganimda ko'p
Olmazor City'dagi uylar qurilyotgandi. Olmazor City'dagi eng katta problema ularni uylari xuddi maktabdagi qurilyotgandi. Ya'ni ikki taraflama oyna yo'q edi, skvoznak yo'q edi, xuddi gostinitsalarga o'xshagan. Va aytardim, u yerda o'zbeklar osh pishirsa, ovqati 20 kun, 30 kun uydan ketmaydi. Sizga skvoznakli uy kerakmi der edim. Novatsentrda sotganimizda atrofdagi hamma uylarni, binolarni shifti balandligini, kotelini hammasini o'rganib chiqardim va birortasi mani konkurentimni loyihasini aytsa, men faktlar bilan konkurentimni minuslarini aytib berishim kerak edi. Siz masalan uy sotib olsizmi, kiyim sotib olsizmi, tilla buyumlarini sotib olsizmi? Misol uchun sizni mijozingiz brilliant so'rasa, brilliant olmoqchi bo'lsa, sizniki Gonkongni brillianti bo'lsa, sizni konkurentingizga Bakinskiy bo'lsa, siz bemalol aytolasiz, Gonkongni brillianti Bakinskiydan ko'ra yaxshiroq deb. Yokida men uy sotayotganimda har doim kimdan olyapsiz uy deganimda, mani konkurentimni ko'rsatayotganda, men konkurentimni xarakteri, insoniyligi yoki oilaviy statusini emas, ularni xonadonlarini shifti balandligi 2,5 metr, mani xonadonimniki 3 metr. Ularni xonadonini kirpichi 1,5 ta, meniki 2 ta kirpichli. Mani xonadonimda skvoznak bor deb aytishim uchun, men o'zimni mahsulotimni himoya qilib olishligim uchun men mijozlarimni minuslarini bilishim, men o'zim raqobatchilarim minuslarini bilishim kerak. Va mijozga aytayotganimda, ular yomon, halol inson emas yoki 2 marta uylangan, 2 marta ajrashgan emas, balki mahsulotini professional darajada mendan ko'ra sifati pastligini ko'rsatib berardim. Siz o'zingizni raqobatchilaringizni minuslarini fakt va statistika bilan keltirib berishingiz kerak. O'shanda men qurilish biznesida ishlaganimda 40 ta qurilish kompaniyaga borib kelganman. 40 ta qurilish kompaniyaga borib kelganimda, men o'z mahsulotimni himoya qilib, ularni aybini aytib sotishim uchun. Mijoz kirib kelganda, qayerdan ko'ryapsiz hozir desa, bunda Parkwoodda, Parkwoodda oldida yana bitta katta konkurenti bor edi. Shu desa, ularda gaz yo'q-ku derdim. Gaz yo'q, demak siz ovqat qilayotganingizda osh qila olmaysiz. Ular faqat elektricheskiy plitada qiladi derdim. Men haqiqatda konkurentlarni o'rganish shartligini birinchi o'rin Novostroy kompaniyada ishlaganimda 40 ga yaqin qurilish kompaniyalarini binolarini minusini topish uchun har bittasiga o'zim borganman. Juda katta minuslarini Tashkent City'dan topishim kerak bo'lgan, Olmazor City'dan topishim kerak va kerak bo'lsa topganman ham. Yokida lokatsiyasida, yokida kirpichida, yokida kotelida, yokida ustki fasadida, любой yo'nalishda men ularning minusini topishim kerak bo'lgan. Endi va buni bu birinchisi emas edi. Men Amerikada Rodan & Shields kompaniyasida ishlaganimda ham men отдел kadrda ishlaganman. Отдел kadrda meni menejerim L'Oreal, Klinik va boshqa kosmetik kompaniyalarni HR отделidagi menejmentini tekshirgan. Birinchi kelgan xodimlarga qanaqa muomalada bo'ladi, ya'ni onboarding proses bo'ladi. Yana bitta HR proseslarni o'rgandigan. Men shunda L'Oreal bilan Klinikda bizani kompaniyamiz konkurentlarini, hattoki xodimlarni boshqarish bo'limigacha o'rganib chiqqanman. Meni birinchi marta Novatsentrga ishga olganda, Novostroyga ishga olganda akam shu kompaniyalarda ishlaysiz, uy sotasiz degan va birinchi kunim men u vaqtda Golden House bor edi va Murat Buildings bor edi. Bir hafta shularni o'rganib o'tirganimda, o'zim akam bo'lsa ham, men to'g'ri marketolog tanlabman. Молодецsiz, siz to'g'ri strategiya qilyapsiz. Srazu marketing strategiya qilmasdan bizani kuchli taraflarimizni, zaif taraflarimizni o'zimizni konkurentlarimizga siz nisbatan solishtiryapsiz va men qilgan tanlovimdan, sizni ishga olganimdan men adashmaganimga yana bir bora amin bo'ldim degan. Siz konkurentlaringizni kuchli taraflarini aniqlang va zaif taraflarini aniqlang. O'zingizni kuchli taraflaringizni aniqlang va zaif taraflaringizni aniqlang. Va mijozlar bilan gaplashayotganda har doim o'zingizni kuchli tarafingizni eslatib, raqobatchingizni zaif taraflarini eslatishingiz mumkin. Bu raqobatdosh zamonda yashayapmiz va raqobatchilik juda ham yaxshi. Men Amerikada yashaganimda konkurentlar ochiqchasiga bir-birini kamsitishar edi. Misol uchun, eng katta raqobatchi McDonald's bilan Burger King bo'lsa, Burger King bilan McDonald's har doim katta plakatlarda raqobatchilik qilishadi.
katta plakatlar qo'yishadi. Gayko bilan boshqa yana sug'urta kompaniyalari biriga tekkizma reklamalar chiqarishadi va butun Amerika ularni qandoq qilib reklamalarda hattoki raqobatchi qilib gap tegiztirib reklama olishligini ko'rardi va bu juda ham qiziq edi. Raqobatchilik bu o'yindaka va raqobatchilarni to'g'ri bilish kerak o'yinda yutish uchun. Har bitta boksyor ringga tushishdan avval raqobatchisini eng kuchli zarbasini biladi. Har bitta boksyor ringga tushishdan avval raqobatchisini eng zaif taraflarini va eng kuchli udarini biladi. Shuning uchun siz shu darajada raqobatchilaringizni yaxshi o'rganishingiz kerakki, Amerikada, butun dunyoda eng katta kompaniyalar raqobatchilarni eng kuchli, yulduzli xodimlarini olib ketishadi kerak bo'lsa. Chunki bozorda bitta hamma xalq bir xilda oylik oladi va har kuni unda tanlov bor. Kimga pulini olib borish mumkin? Har bitta marketolog, har bitta tadbirkor, har bitta inson o'zini raqobatchilarni o'rgangan kuni o'sadi. O'zini zaif va kuchli taraflarini o'rgangan kuni o'sadi. Chunki shunda siz bozorda o'z mahsulotingizni himoya qila olasiz. Sizdan mahsulot sotib olmoqchi bo'lgan mijozingizga har bitta qiziqqan mijoz to'g'ri suhbat olib borib, to'g'ri suhbat olib borishni va marketingda to'g'ri raqobatchilarni detal o'rganishni men o'zimni kurslarimda o'rgatganman. Har bitta qiziqqan mijozga mahsulotingizni sotishni esa sold out kursimda to'laqonli tushuntirganman. Demak, biz raqobatchilarni bu darsda nimani o'rgandingiz? Qanaqa qilib o'rganish mumkin? Albatta, ulardan mahsulot sotib ko'rish kerak, sotib olib ko'rish kerak. Nima deb sotyapti? Albatta, ularga aytganda siz o'z mahsulotingizni aytishingiz kerak. Men bularda ham bor, u farqinglar nimada deyish kerak. Raqobatchingiz sizni qanaqa yomonlayotganini bilishingiz kerak. Ularni Instagramini bilishingiz kerak, ularni kuchli xodimlarini bilishingiz kerak, ularni planlarini bilishingiz kerak va albatta ularni rejalarini bilishingiz kerak. Ularni eng zo'ri ularni zaif tarafini bilishingiz kerak. Ularni mahsulotini zaif tarafini. Chunki mijoz sizga murojaat qilganda siz juda ham to'g'ri yondashuvda fakt va statistikalar bilan raqobatchingizni mahsulotini tushirib, o'zingizni mahsulotingizni bir pog'ona ko'tarib qo'ya olishingiz kerak. Demak, sizga uyga vazifa Instagramda 5 ta o'zingizning yo'nalishingizda raqobatchilarni topasiz va ularni kuchli va zaif taraflarini yozib chiqasiz va iloji bo'lsa eng kuchligidan birorta mahsulot sotib olasiz. Qanchada javob beryapti, qanchada dastavka qilyapti, sizga qanday muomalada bo'lyapti, ularni o'rganasiz. Bozor katta, faqat kuchlilar qoladi. Kuchli ekanligingizni faqat raqobatchilarni to'g'ri tahlil qilib bilib olasiz. Keyingi darsda xuddi shu raqobatchilarni tahlil qilgan holda to'g'ri taklif berishni o'rgataman. Bu Ali Maybekovni edi. Agar to'laqonli marketing va sold out kurslarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, shu yerda havolada berilgan sharh agarda siz marketing va sotuvlarni yanada mukammal ravishda o'rganib, sotuvlaringizni 10x ga oshirmoqchi bo'lsangiz, sharhlarda bergan havola orqali o'ting va u yerda meni kurslarim haqida to'liq ma'lumot berilgan. Raqobatchilaringizni o'rganib, bozorda uzoq vaqt katta foydada bo'ling. Raqobatchilarni to'g'ri tahlil qilgandan keyin zo'r taklif berishimiz kerak. Noyob savdo taklif berish uchun men sizlarga alohida boshqa dars yozdim. Keyingi videoga o'ting va ushbu darsni tomosha qiling.